Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Yangi qonun kuchga kirdi va bu o'zgarish oddiy fuqarolarga ham, tadbirkorlarga ham uy-joyi, mashinasi, bank krediti, ish joyi yoki hujjat ishlari bor har bir odamga ta'sir qilishi mumkin. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik qonun o'zgarganini kech biladi. Keyin jarima, rad javobi, muddati o'tgan ariza yoki ortiqcha xarajat bilan yuzma-yuz keladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir sizga avval qanday edi, endi nima o'zgardi, kimlar ehtiyot bo'lishi kerak, kimlar ortiqcha vayma qilmasligi kerak, qaysi joylarda odamlar eng ko'p xato qiladi va amalda nima qilish kerakligini sodda tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini asraydi. Avval ko'p holatlarda odamlar bir ishni eski tartib bo'yicha qilardi. Masalan, ariza topshirish uchun bir idoraga borardi, hujjatlarni qog'oz ko'rinishda yig'ardi, javobni kutardi. Keyin kerak bo'lsa yana boshqa joyga borardi. Kimdir jarima yoki qarzdorlik haqida faqat ijro hujjati kelgandan keyin bilardi. Kimdir bank, kommunal to'lov, soliq yoki boshqa majburiyat bo'yicha xabarni vaqtida ko'rmasdi. Natijada men bilmagan edim, menga aytishmagan edi. Telefonimga xabar kelmadi. Men boshqa manzilda yashayman degan gaplar ko'p uchrardi. Yangi tartibning asosiy ma'nosi shuki, endi mas'uliyat ko'proq hujjat egasining o'ziga, ya'ni fuqaro yoki tashkilotning o'ziga yuklanadi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Davlat organlari, banklar, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar yoki vakolatli idoralar sizga xabar yuborishi, ma'lumotni elektron tizimga joylashi, shaxsiy kabinetga bildirishnoma kiritishi mumkin. Siz esa o'z hujjatlaringizni, telefon raqamingizni, yashash manzilingizni, elektron kabinetlaringizni va rasmiy majburiyatlaringizni nazorat qilib borishingiz kerak bo'ladi. Bu o'zgarishning sababi ham tushunarli. Hujjat aylanishi tezlashmoqda, ko'p xizmatlar elektron shaklga o'tmoqda, ariza va javoblar shaxsiy kabinet orqali yuritilmoqda. Bunday tizim odamga qulaylik beradi. Lekin beparvolik qilgan odam uchun xavf ham tug'diradi. Chunki avvalgidek qog'oz kelmaguncha men javobgar emasman degan qarash hamma holatda ishlamasligi mumkin. Endi xabarnoma elektron ko'rinishda yuborilgan bo'lsa, ariza muddati boshlangan bo'lishi, e'tiroz muddati o'tib ketishi yoki to'lov bo'yicha jarima hisoblanishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar bu o'zgarishdan eng ko'p ta'sirlanishini aytaman. Birinchi guruh bu kredit, bo'lib to'lash, qarz shartnomasi yoki kafillik majburiyati bor odamlar. Masalan, siz 20 million so'mga maishiy texnika olgansiz va oyiga 1 million 800 ming so'mdan to'lashingiz kerak. Avval siz to'lov muddati yaqinlashganda bankdan qo'ng'iroq kutgan bo'lishingiz mumkin. Endi esa shaxsiy kabinet, SMS, mobil ilova yoki shartnomada ko'rsatilgan aloqa kanali orqali xabar berilgan bo'lsa, uni ko'rmaganingiz sizni to'lovdan ozod qilmaydi. Agar siz telefon raqamingizni almashtirib bankka xabar bermasangiz, bu ham muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh bu tadbirkorlar. Masalan, kichik do'kon egasi soliq hisobotini topshirishi, ijara shartnomasini yangilashi, xodimlar bo'yicha ma'lumot kiritishi yoki litsenziya muddati tugashini tekshirish kerak. Agar yangi tartib bo'yicha xabarnoma elektron kabinetga kelgan bo'lsa, tadbirkor men kabinetga kirmagan edim deb mas'uliyatdan qutulib qolishi qiyin. Oddiy misol, korxona rahbari 3 oy davomida soliq kabinetiga kirmadi. U yerda kamchilikni bartaraf etish haqida xabarnoma turibdi. Muddati o'tdi. Keyin hisob raqamiga cheklov qo'yildi yoki jarima chiqdi. Rahbar esa faqat bank operatsiyasi to'xtaganda bilib qoldi. Mana shu holat yangi tartibda eng ko'p uchraydigan xavfli vaziyatlardan biri. Uchinchi guruh bu uy-joy, yer, avtomobil yoki meros masalasi bor fuqarolar. Masalan, sizning nomingizda kvartira bor, lekin o'zingiz boshqa viloyatda ishlayapsiz. Kommunal xizmat, kadastr, soliq yoki boshqa majburiyat bo'yicha xabarnoma eski manzilga yoki elektron tizimga kelishi mumkin. Agar siz ma'lumotlarni yangilamasangiz, vaqt o'tib qarzdorlik yig'ilib qoladi. 1000 so'mlik to'lov vaqtida yopilmasa, ustiga penya yoki boshqa xarajat qo'shilishi mumkin. Keyin kvartirani sotmoqchi bo'lganingizda yoki garovga qo'ymoqchi bo'lganingizda qarzdorlik chiqib keladi. 4-guruh bu jarima, sud, ijro yoki ma'muriy ishlar bilan bog'liq odamlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam yo'l harakati jarimasini vaqtida tekshirmaydi. U 300 ming so'mlik jarima borligini bilmaydi. Vaqt o'tadi. Chegirma muddati tugaydi.
keyin ijro harakati boshlanadi, qo'shimcha xarajatlar paydo bo'ladi. Yangi tartib shuni anglatadiki, siz rasmiy tizimlarda o'zingizga tegishli ma'lumotlarni tekshirib turishingiz kerak. Jarima yo'q deb o'ylash boshqa, bazada jarima turmasligi boshqa. Kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi kerak. Agar siz telefon raqamingizni yangilagan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetlaringizga kira olsangiz, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, to'lov va majburiyatlarni nazorat qilib borsangiz, bu o'zgarish siz uchun ko'proq qulaylik beradi. Chunki idora yurish kamayadi. Ko'p ma'lumotni onlayn ko'rasiz, arizani tezroq topshirasiz, javobni tezroq olasiz. Qonunning maqsadi odamni jazolash emas, tartibni aniq qilish. Lekin tartib aniq bo'lsa, beparvolik ham aniq oqibatga olib keladi. Keling bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, fuqaro mashinasini sotgan, lekin ayrim hujjatlarni oxirigacha rasmiylashtirmagan. U mashina endi menda emas deb o'ylaydi. Lekin tizimda transport vositasi hali uning nomida turgan bo'lsa, jarima, soliq yoki boshqa majburiyat unga kelishi mumkin. Yangi tartibda og'zaki kelishgan edik degan gap yordam bermaydi. Hujjatda kim egasi bo'lsa, mas'uliyat o'sha tomonda bo'ladi. Ikkinchi misol, odam boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin doimiy yashash manzili yoki aloqa raqamini yangilamagan. Unga muhim xabarnoma yuborilgan, lekin u bilmay qolgan. Keyin ariza berish muddati, shikoyat qilish muddati yoki to'lov muddati o'tib ketgan. Bunday vaziyatda odam men aslida u yerda yashamayman desa ham, rasmiy ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, javobgarlikdan qochish qiyinlashadi. Uchinchi misol, tadbirkor xodimni ishga olgan, lekin mehnat shartnomasi yoki soliq tizimidagi ma'lumotlarni vaqtida kiritmagan. Tekshiruv vaqtida u faqat yordam berib turgan edi degan tushuntirish yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar ish belgilari bor bo'lsa, ish haqi berilgan bo'lsa, doimiy kelib ishlagan bo'lsa, rasmiylashtirish talab qilinadi. Yangi tartibda elektron izlar, to'lovlar va hujjatlar bir-biriga bog'lanib boradi. 4-misol. Fuqaro subsidiya, nafaqa, kompensatsiya yoki boshqa imtiyoz olish uchun ariza beradi. Avval u hujjat yetishmasa, idora telefon qilib aytadi deb kutgan. Endi esa kamchilik haqida xabarnoma shaxsiy kabinetga tushishi mumkin. Agar u belgilangan muddatda yetishmayotgan hujjatni kiritmasa, ariza rad etiladi. Keyin qayta topshirishga to'g'ri keladi, vaqt ketadi, navbat o'zgaradi, ba'zan bir necha oy yo'qotiladi. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, har bir xabarnoma ham avtomatik tarzda qonuniy oqibat tug'diradi degani emas. Xabarnomaning manbasi muhim. U rasmiy tizimdan kelganmi, vakolatli organ yuborganmi, shartnomada ko'rsatilgan aloqa kanalidan kelganmi yoki shunchaki noma'lum raqamdan yozilganmi? Men doim aytaman, har qanday SMSga ishonib pul o'tkazmang. Avval rasmiy ilova. Shaxsiy kabinet, davlat xizmatlari portali, bank ilovasi yoki idoraning rasmiy aloqa kanali orqali tekshiring. Ikkinchi nozik masala muddatlar. Qonunlarda eng ko'p muammo aynan muddatdan chiqadi. Masalan, sizga qaror ustidan shikoyat qilish uchun 10 kun, 11 kun yoki 30 kun berilishi mumkin. Bu muddat qachondan boshlanadi? Xabarnoma olingan kundanmi, tizimga joylangan kundanmi, qaror chiqarilgan kundanmi? Har bir holatda boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Hujjatda sana ko'rsangiz, uni darhol alohida yozib qo'ying. Keyin ko'raman degan odat eng qimmat xatolardan biri. 3-nozik masala. Vakil orqali ish yuritish. Ko'p odamlar qarindoshiga, buxgalteriga, yuristiga yoki tanishiga ishonib qo'yadi. Bu yomon emas, lekin nazorat baribir sizda bo'lishi kerak. Masalan, tadbirkor elektron kabinet parolini buxgalterga bergan. Buxgalter ishdan ketgan, xabarnomalarni ko'rmay qo'ygan, hisobotlar topshirilmagan. Keyin jarima korxonaga chiqadi, buxgalterga emas. Ishonchnoma bergan bo'lsangiz ham hujjat natijasini tekshirib turing. 4-nozik masala eski qarzdorliklar. Yangi qonun kuchga kirgani bilan hamma eski masala avtomatik yo'qolib ketmaydi. Aksincha, ayrim holatlarda eski qarzlar yangi tizimda aniqroq ko'rinib qoladi. Masalan, kommunal qarz, soliq qarzi, jarima yoki kredit majburiyati avval sizga bilinmagan bo'lishi mumkin. Elektron integratsiya kuchaysa, ular bir joyda ko'rinadi. Bu yaxshi, chunki odam vaziyatni biladi. Lekin tayyorgarliksiz odam uchun bu kutilmagan muammo bo'lib chiqadi. 5-nozik masala firibgarlik xavfi. Yangi qonun, yangi tartib, yangi jarima degan gaplar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular sizga jarima tushdi, hisobingiz bloklanadi, hujjatingiz bekor bo'ladi,
tezda ushbu kartaga to'lang deb qo'rqitishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Rasmiy qarzdorlikni faqat rasmiy manbadan tekshiring. Karta raqami yuborgan notanish odamga pul o'tkazmang. Bank kodi, SMS kod, pasport nusxasi, plastik karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Haqiqiy idora sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. 6-nozik masala. Qonunni noto'g'ri talqin qilish. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha bir jumla olinadi va undan vahimali xulosa chiqariladi. Masalan, endi hamma jarimaga tortiladi. Endi uy olib qo'yiladi. Endi ariza qabul qilinmaydi degan gaplar tarqaladi. Aslida qonun matnida shartlar, istisnolar, muddatlar va tartiblar bo'ladi. Men ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Videolarni ko'ring, tushuntirishlarni eshiting. Lekin oxirgi qarorni rasmiy hujjat va mutaxassis maslahati asosida qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, rasmiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, elektron pochtangiz, bankdagi aloqa raqamingiz to'g'rimi? Agar eski raqam turgan bo'lsa, darhol yangilang. Chunki xabarnoma eski raqamga ketsa, siz esa bilmasangiz, muammo sizda qolishi mumkin. Ikkinchi qadam, shaxsiy kabinetlaringizga kirib ko'ring. Davlat xizmatlari portali, soliq kabineti, bank ilovalari, kommunal xizmat kabinetlari, jarimalarni tekshirish tizimlari, kadastr yoki boshqa rasmiy platformalarda ma'lumotlaringizni ko'rib chiqing. Agar parolni unutgan bo'lsangiz, tiklang. Agar telefon raqam ulanmagan bo'lsa, ulang. Agar nomingizda begona qarzdorlik yoki noto'g'ri ma'lumot chiqsa, kutib o'tirmang. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, STA-IR, kadastr hujjati, avtomobil hujjati, shartnomalar, kredit jadvali, ijara shartnomasi, ishga oid hujjatlar, to'lov kvitantsiyalari, ariza javoblari hammasini alohida papkada saqlang. Elektron nusxasini ham telefoningizda yoki xavfsiz bulutli xotirada saqlasangiz foydali bo'ladi. Lekin shaxsiy ma'lumotlarni notanish odamlarga yubormang. 4-qadam. Agar xabarnoma olsangiz, uni o'qib chiqing va sanalarni belgilang. Hujjatda qaysi organ nomi bor? Qaror raqami bormi? Qanday talab qo'yilgan? Qancha muddat berilgan? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjat so'ralgan? Shularni aniqlamasdan turib vahima qilmang va beparvo ham bo'lmang. Agar 10 kun muddat berilgan bo'lsa, birinchi kuni harakat qiling. Oxirgi kunni kutish xavfli, chunki tizim ishlamasligi, hujjat yetishmasligi yoki dam olish kuni to'g'ri kelishi mumkin. 5-qadam, ariza yoki e'tiroz yozishda aniq bo'ling. Men rozi emasman degan gapning o'zi yetarli emas. Siz nima bilan rozi emassiz? Qaysi sana, qaysi hujjat, qaysi raqam, qaysi dalil asosida e'tiroz bildiryapsiz? Shuni yozing. Masalan, menga hisoblangan qarzdorlik noto'g'ri. Chunki falon sanada falon miqdorda to'lov qilganman. Kvitansiya ilova qilinadi deb yozish kerak. Dalilsiz shikoyat ko'pincha kuchsiz bo'ladi. 6-qadam, kerakli hujjatlarni oldindan tayyorlang. Agar subsidiya yoki imtiyoz uchun murojaat qilsangiz, pasport, oila tarkibi, daromad ma'lumoti, mulk hujjatlari, bank rekvizitlari, ariza shakli kerak bo'lishi mumkin. Agar jarima bo'yicha e'tiroz qilsangiz, qaror nusxasi, foto yoki video dalil, to'lov kvitantsiyasi, transport hujjati kerak bo'lishi mumkin. Agar kredit bo'yicha nizoli holat bo'lsa, shartnoma, to'lov jadvali, bank ko'chirmasi, yozishmalar va xabarnomalarni yig'ing. 7-qadam, rasmiy javobni talab qiling. Og'zaki gapga tayanib qolmang. Idoraga borsangiz, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki qayd belgisi oling. Onlayn topshirsangiz, ariza raqamini saqlang. Elektron javob kelsa, yuklab oling. Keyin masala cho'zilsa, aynan shu raqam orqali murojaatingizni kuzatasiz. 8-qadam, murakkab vaziyatda mutaxassisga murojaat qiling. Har bir masalani odam o'zi hal qilishi shart emas. Agar katta miqdorda pul, uy, joy, sud, ijro, tadbirkorlik faoliyati yoki jinoiy javobgarlikka yaqin holat bo'lsa, yurist yoki advokat bilan maslahatlash arzonroq tushadi. Chunki noto'g'ri yozilgan bitta ariza keyin bir necha oy vaqt yo'qotishi mumkin. Men yana bir muhim maslahat beraman. Oilada bitta odam barcha hujjatlarni bilib, boshqalari umuman bexabar bo'lib qolmasin. Masalan, ota-onangiz pensiya, kommunal to'lov, yer solig'i yoki bank kartasi bo'yicha xabarnomalarni tushunmasligi mumkin. Farzandlar yordam berib, rasmiy ilovalarni o'rnatib, qarzdorliklarni tekshirib, parollarni xavfsiz joyda saqlash tartibini tushuntirishi kerak. Bu ayniqsa yoshi katta insonlar uchun juda muhim. Demak, yangi qonun va yangi tartibning eng asosiy mazmuni shuki,
endi hujjatlar, xabarnomalar, muddatlar va majburiyatlarga beparvo qarash mumkin emas. Kim o'z ma'lumotlarini yangilab, shaxsiy kabinetlarini tekshirib hujjatlarni tartibda saqlasa, u muammolarning katta qismini oldindan bartaraf qiladi. Kim menga aytishmadi, keyin ko'raman, o'zi hal bo'lib ketar deb yuraversa, jarima rad javobi, qarzdorlik yoki sudlashuvga duch kelishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq telefon raqamingiz, manzilingiz, bank va davlat xizmatlari kabinetlaringizni tekshiring. Nomlaringizga qarzdorlik, jarima, tugamagan ariza yoki muddati o'tgan hujjat yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar biror xabarnoma olgan bo'lsangiz, sanasini yozib qo'ying va rasmiy javob tayyorlang. Sizningcha bu yangi tartib odamlar uchun qulaylikmi yoki ortiqcha mas'uliyatmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilish ko'pchilikni katta muammodan saqlab qolishi mumkin.